uydagilar ota-onam ishlamaydi rosti. O'zim hozirda maktabdan keyin qo'shimcha o'quv markazlarida ta'lim beraman. Ham onlayn, ham offlayn tarzda rossiyalik o'quvchilarim bor. Barchasiga IELTS yoki 0 darajalarida olishga yordam beraman. Ota-onam bu pulni menga topib berishi mumkin, qarz olib, kredit olib, keyin uni qarzdorlikni yopish uchun men bo'ynimda qolib ketadi. Keyin o'sha men ham aynan chet tilda ta'lim olish maqsadi, asosiy maqsadlardan biri shu. Top 500 talik universitetda o'qish orqali top 100 talikka menimcha ba'zi bir yutuqlarim yetmasligi mumkin yoki kechikkan bo'lishi mumkin. Men 11-sinfman. 11-sinf, IELTS darajam 6,5. O'zim tayyorlanganman, o'qituvchiga bormaganman. Balkim tajribali o'qituvchiga borganda bundan ham yaxshiroq natija bo'lishi mumkin-da. Keyin aynan top 500 talik, ya'ni top 100 talik ham bo'lishi mumkin, lekin masalan hozir deadline yopilib qolgan ko'p top universitetda. Keyin Amerika universitetlariga o'sha masalan hozir Italiyaga topshirmoqchiman. Top 300 talik universitetgaman. Bu universitetda foundation o'qish kerak birinchi, chunki 12 yillik ta'lim dasturi majburiy bo'lganligi uchun birinchi foundation o'qish kerak. O'sha foundationda biroz $5000 Menga o'qib qiyin. Bo'ldi, men sizga beraman shu. Bo'ldi, kelishdik. O'qishga kirasizmi, Italiyaga borasizmi? Bo'ldi, все, boring, bo'ldi, to'lab beraman. Bo'ldi. Hozirga endi